Havo ham bugun men tarafda shekilli. Bugun rosa ish qilishim kerak edi. O'tlarni o'rab chiroyli qilib qo'yishim kerak. Bugun ham dam oldiyapti havo. Bor edi, kitobni qo'limga oldim. Yo'q, mana kunga chiqmadik. Shunday qilib Kazinkaga oldik. Kazinkaga kelsak, BYD o'zini meropриятиясini qilyapti ekan. Shunaqa BYD 6 ga o'tirib ko'rdik. Rosa komfortli, yaxshi, udobniy. Sideniyalari shunday qilib biqinimizda ushaveradi. Lekin material ancha chang tortadigan material. Orqasidan ko'rinishi. Oldi ko'rinishi. Bu markamiz BYD Sonch Plus. O'tirib ko'rsanglar, bizni nima kutib oladi? Bismillah. Hajmi tracker bilan bir xil ekan. Kichkinagina rul, qulayli, katta displey. Ko'rishlaring mumkin. Multi-rol, климат контроль, круиз контроль, удержание дороги. Qulayliklari bor ekan. Shunday qilib komfort his qilib produktlarni olib uyga yo'l oldik. Tachida taksida g'izillab uyga yetib oldik. Bizon oldik. Bizondan keyin ozgina moyini ham qo'yib olishimiz kerak. Shunday qilib qani bismillah. Kuninglar shunaqa barakali, unumli, foydali bo'ldi degan umiddaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.